Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa yana bitta ishlarimiz bitish arafasida. Hozir 2 komponentli kraskalarni sepdik. Xo'p, bu shotlanka uslubdagi eshigimiz, ba'da gluxoy eshiklarimiz. Ko'rib sifatlariga o'zlaring baho beraverasizlar. Quritish jarayonida sheklatkilik ham cho'tki chiqdi. Obklati ham 4 sm obklatdan qo'yilgan. Klassik fason, hech qachon fasoni o'lmaydi bu eshigimizni. Sepilishlari xudo xolasa chiroyli chiqdi. O'zining sifatlariga, kачестволariga baho beraverasizlar. Quluplarni ham chiroyli qilib qo'yib olganmiz. Shotlankalarimiz ham xudo xolasa chiroyli chiqdi. Bu hozir yangi sepilib chiqqan holati. Bu qurisa xuddi yonida sherigidaqa matvilashadi, gladki bo'ladi. İşlerimiz xudo xolasa chiroyli chiqyapti. Buni ustanovkasidan keyin ham bir qator videosini qo'yib joylaymiz. Kanalimizga kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.